Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, o'zingiz kuzatib borayotgan barcha muxlislarimiz juda xolis Gazablok liniyamiz avtomatli reskalarini yasashni boshlaganmiz. Xudo xohlasa noldan yasalish jarayonlaridan olib boramiz. Xudo xohlasa vallarimiz terilgan holatda tayyor turibdi. Ramalarimiz bu yoqda, oyoqlarimiz va ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana ramalarimiz xudo xohlasa. Ramalardan terildi, vallarimizdan tayyor. Xudo xohlasa oyoqlarni qo'yib yig'ish jarayonlari bo'ladi. Bu yoqda mana polniy avtomat liniyamizda 50-60% tayyor holatda xudo xohlasa. Ularni ham shinik va lenta torozlarini o'rnatsak tayyor holatda bo'ladi. Komplektimizga reskalarimiz qo'shimcha bo'lib ketadi. Shitlarimiz u yoqda xudo xohlasa, avtoreskamiz shiti ham, polniy avtomat liniyamiz shitlari ham xudo xohlasa xuddi shu yerda turibdi. Mana shu polniy avtomat liniyani terilish jarayoni. Endi xohlasa o'zimizni seximizdan agarda quyib bo'lishmagan bo'lsa, sizlarga videolavha quyilish jarayonlaridan videolavhalar qilib beramiz. Xudo xohlasa qanday gazablok, qanday quyiladi, qanday holatda chiqishlari uchun xudo xohlasa o'zimiz seximizdan videolavhalar qilib beramiz. Xudo xohlasa mana sharkalarimiz 12 dona qolipimiz bilan o'rnatilgan o'zimizga sex. Shunaqangi komplektli suyunchilarimiz kategoriyaga sig'ilgan. Kategoriyalardan turbalarni 8 metr turib o'rnatilgan kategorimizga 8 metr boshqa. Qolipga kuyish jarayonlarida qoliplarimiz yamarmaydi, qoliplarimiz terilgan holatda quyiladi. Shunaqangi kuyish boshlandi. Hozir 220 ga ishlatgan jarayonlarimiz. Hozirgina quyib chiqarilgan qoliplari. Nomi quyib chiqarilgan qoliplar. Xudo xohlasa ideal holatda chiqqan hammasi. Avtoreskamiz hozir yasalayotgan avtoreskamiz, bundan ko'rsatayotgan avtoreskamiz xuddi shunaqangi holatda bo'ladi. Yasalgandan keyin 220 ga ishlayotgan jarayoni. Hamma yo'q bu yerda 220 ga ishlayapti. Xudo xohlasa komplektimizda polniy hammasi. 380 tok yo'q. Chiqayotgan gazabloklarimiz, mahsulotlarimiz paddollarga terilyapti. Bu yoqda terilaveradi, bu yoqdan sotilaveradi xudo xohlasa. Hozir sement tashalyapti, qum tashalyapti. Qumlarimiz ham xuddi shunaqangi lentalarga chiqiladi. Bu pol avtomat liniya o'zimizga o'rnatilgan, polniy avtomatdan pol avtomat liniya. Xuddi shunaqangi lentadan chiqadi. Mishalkadan tushgan rastodan qolipga tushadi, qolipdan bu yoqqa ketib avtoreskamizda tayyor kesiladi va mana bunaqangi gazabloklarimiz chiqadi xohlasa. Razmerlari ham ideal holatda, o'ta tekis kesilgan. Baquvvatlilari ham o'ta baquvvatli bo'ladi. Gazabloklarimiz ko'rishingiz mumkin. Xohlasa kecha chiqqan gazabloklarimiz bor. Bugun chiqqan gazabloklarimiz kecha qo'yilgan, bugun chiqqan gazabloklar. Bu avval kuni qo'yilgan, kecha chiqqan gazabloklarimiz. Ovozlari ham o'ta moshni. Xuddi shunaqangi gazabloklar yoki gazablok mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol ekranda nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa 93 kodi bilan 750 63 63, 91 kodi bilan 761 61 61 telefon raqamlarimiz. Hozir mana rastorimiz qolipga tushish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Rastorimiz holatda boshlaydi. Qolipimizdan xuddi shu muqayim tushib, quyilib bo'lgandan keyin sherilarni oldiga boradi va avtoreskamiz tayyor. Avtoreskamizdan kesilgan holatda chiqib, xuddi shunaqangi paddollarga terilib, sotuvga tayyor holatda bo'ladi. Xudo xohlasa yana ozgina ishimiz bor bu yerda. Chala qolib ketgan. Nasib bo'lsa uni ham bitiramiz yaqinda. Xudo xohlasa yana yangi videolar qilamiz. Xudo xohlasa kimga shunaqangi xizmatlar yana kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan keladigan yordam bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa yordam beramiz.